aziz bilib meni beqib o'stirgan onam mushaqqatga bo'lib qolgan bana shodlik ata qilgan baxt tilab orzu qilgan ota Ülge bulup erişimde medet berip yanlarımda Dura yol körsetken atam Ülge bulup erişimde medet berip yanlarımda Dura yol körsetken atam Çekremden ata kadın hükmesun Mağay mengü senin izinden Ana gülke üzülmesun Külüp turgan nurluk çekremden Ata kadın tükülmesun Mağay izinden Ata kadın tükülmesun Sadımışdaq bir günün boludığını oylagandım mən. Sizlarni qo'rqitib qo'ymagandim a? Shuncha uzun yil o'tib ketdi. Bu ishlarni endi og'ziga olmasmiz debdimi? Shunday qilib u bol bizni nima ish qildi-ka? Shu biz bilan bilib tursiz aka. Dadisi sarangib qoldingizmi? U bizning uyga ko'chib kelib, biz bilan birga turadigan bo'ldi. Men mi qo'shildim. Dadisi sarangib qoldingizmi? U balvog'i shunda yaxshi o'ngibdi. Uning ustiga men bir necha qitim ko'rishdim. Sizlarni cho'qim yaxshi ko'rib qolsizlar. Bo'ylari egiz, shunda kelishgan bo'ldi ekan. Rost, u tega artistga bir necha qismliq televiziya teatrlarga qatnashibdi. İsmi Ümit'ke. Ha, şununğa. Dukanğa barmay, öygüm kelmey, yo'qab ketib, aş bola bilan birga yurgan gapmi? Dadılık burchini ado qilgingiz kelsa bor-ku, o'zingiz ado qiling. Men qo'shilmayman. Tatib tutingizni. Xotin. Mening bosh gapim yo'q endi. Xotin. Bu ishni ballar qanday tushundirmiz? Ballar izchil o'zining familiyasining Nurmamat ekanligiga ishinib yursa, bugun kun kelganda sizlarning familiyanglar Nurmamat emas demdi-ku. Uningdan keyin dadanglarning bir balasi bor ekan deb qanday degil bo'ldi ballarga? Ayolni qanday deb tushundirmiz? Shuning bu ishni siz obdan o'ylashing. Xotin. Men sizlarga ishonman. Sizlar ballarni qoyil qilib, cho'qim ballarga tushundira olasizlar. Mening talabimninki yo'lsizligini hukmi. Biroq men osh balni bir qoch bir issiq tomoq yesuldi deyman. U bola oilaning illiqligini ko'rib boqmagan. O'zi yolg'iz yashab ko'ngan. Shunga u bolaga bir oilaning illiqligini, bir dodining mehrining qandoqligini his qildirmoqchi shu.
Agar bir dodining mehrini yetkizadigan ish bo'lsa, issiq tomoqni etib beradigan ish bo'lsa, siz men uydan chiqib qilsangiz bo'ldi. Xotin. Mening bir oyoq qo'ysanglar bo'lmamda. Meni kim ayapti? Men oyayman. Acha, men mandimman. Maldimma, yo'l diqqat qilib yurib kelib qo'yat. Ma'qul. Mayra. O'ylab baqsam, bu ish to'g'ri emasdek. O'ylab baqa, biz bilmasak-ku mayli. Bilib turib, bilmas qilsak qandoq bo'ladi? Meningmi ko'nglim bor ekanda. Sen deganimiz qanday qilayli? Berib uni izlayli. Izdiganga nima bo'la? O'shkis bilan paranglashib baqmamdiq deyman. Aka, bu ajrashib bo'lgan ishga odamni qanday qoyil qilg'il bo'ldi? Seni biroz qoyil qilolmay ajrashdingmi? Yoki birazning gapini anglamay ajrashdingmi? O'ylab baq, bu ishni ota-onamiz bilib qolsa qanday bo'lib ketadi? O'ylsam ishim ochiq bo'ldi deyman. Uni o'ylasam, menmi qo'rqim keldi. Rana, nima o'ylayotgandi? U nimish bu ishni yurdirganda? Mening bilib boqqim bor. Şuna avval onunu berib so'rab baqayli. Ma'qul aka, ko'rishib baqayli. Qanday oldingan bilan biz uni bilan tayyorlashtirsak. Tez tayyorlik qilmamsa, ha? Ma'qul aka. Sizlar nagmadonlar? Nagmadonlar? Biz... Acamın uyunuga berib kelaylik degan. Biz qat'iy o'tiramiz o'qira. Bo'lmaydi. Men sizlarga dedim-ku, men bu ishni dappagadamda men teshib qo'ygan. Yana kelib Acamning uyunuga berib bir narsa deyishsak, ishning foydasi yo'q. Yana kelib o'ylab yiqanlar, Acam bu ishning bizning bilib qolganligimizni bilgan bo'lsa, Acam faqat ish topolmaydi. Bu mantiq ya. Bu seni acayip meydanın yok ki ne? Aytgan gapingni anglab to'g'rimikin desam, hozir Nodirani to'g'rilab turdi. Aka bormayli bo'ldi-qila. Bo'ldi, ma'qul deyman aka bormayli. Bo'ldi, mana bormayli bo'ldi. Voy. Ha, yaxshimi balam? Ha, apa yaxshimi? Yaxshi. Tunigan qilgan hamma tamoqlarimiz shundoq o'xshabdi. Ha, yaxshi ko'rgan bo'lsang, xush bo'ldim balam. Men texi go'shtni qattiq qilib qo'ydimmi-ki deb ansirgandim. Yo'q, pek o'xshabdi. Rahmat apa. Ha, yeb bo'lsanglar ham qilib berma balam. Ma'qul apa, bo'ldi. Ma'qul. Xo'shamsa. Ha, xo'shamsa, xo'sh balam, xo'sh. Apa, Tünümün kaç oşkisi bilip saatga tamoqni yaptimi? Ha, albatta. Maşıksın sen. Tazım bir. Sen nima soğuk kulib? Mening kuyovlimchi shundoq o'g'riqlab ketibdi. Rama doktorxonada oldirash bo'lganda ekan, men o'zim bir qo'lli tamoq yetib tursam, nima bo'pti? O o'zi itib yemandiki, chuqur rana itib berish kerakmi-ki? Apa, sen aytdin kaç qaçib kuyovlim detkese. O seni oğlum var men bu. Tazım bir. Bu akamga nima bo'pti? Deganda achchiqlab, zaharda qop, ishlar oqmayotgan nima uni? İşte bu qolgan o'xshaydi apa.
Dadisi, жүріңі талағы çıkıp oynayıp kireyli. Oynayıp kiribizmi? Жүрің. Siz Pəridənin oğlunu qaytırıb kelin. Mən təfsili oylandım. Bu sizning uzundan beri qilayotgan orzuyingiz tursa, men qandaqmi qarshi chiqaman. Lekin dadisi, bolalarning xato tushunib qilishidan rostla ansirmamsiz. Allah'ımı bir günü düşünüp kala. Unda bo'lsa bolalarga o'zim tushundiray. Bugun hammasiga uqtirish qilib, boldiroq ishdan tushishni dey. Meme emse berip bu haberini ümit gidey. Bugün tushda dadamning oshxonasida jiddiy yig'in bor. Hammanglar qatnashishinglar kerak. Qani kelib o'tirib. Ha, yaxshimi? Obdan turasiz. Men bu yaxshi. Deb qo'ymadim kapsizmi? Asli telefondan deydiganda o'ylab boqsam, o'zimning kelgani yaxshi-ke. Ha, rost. Sizning ko'chib bordiganingizga
uydagilarning hammasi qo'shildi. Qo'shildimi? Ha? Ko'rsatingiz. Siz ularni majburlab qo'ymaysiz. Yo'q, ular shundoq xo'shallik bilan ma'qul bo'ldi. Yotoq uyingiz cho'ngmi? Ha? Ma uyingizdan sal kichikroq ekan. Lekin karvatlarimiz tayyor. Agar yaratmay qolsangiz, almashtirsak ham bo'ldi. Qanday o'ylayapsiz? Qachonroq kuch parayda deyapsiz? Mushapning oxiri bo'lamdi? Ha, mayli, ma'qul. Shunda bo'lsin. Ha, mana yaxshi bo'ldi. Unda bo'lsa, men may. Yani yo'qolib ketmoqchiman. Telefon tutib turayli, ha? Bo'ldi. Ma'qul, ma'qul. Çayını içeceksin. Ben içmeyeyim. Zaten demeyip dediğin ne yapar? İçmişsen la demeyme. Apa bo'ldi? Degini? Dadamlarla. Dadamlarla yeni bir oğlu var. Abba bu... Dadam... Burun... Sizlar o'ylagandekmi emas. Menmi bir ishkiz gap bilan tushuntirolmayman. Ish qilib, bugun sizlarni chaqirib kelishdagi maqsad mush gapni sizlarga uqtirib qo'yish. Bu qanday gap endi? Mumkin emasli shu bu. Apa bu televiziya teatrida chiqadigan ishlar bu. Apa, sana hiç bo'lmagandi. Men yaxshi. Mendan ansirmanglar. Yana bir gap botdi. Voy apa, bundan hayron qilarlik yana ish bormi? Acaba bir tishlarni qiz yo'qdi. Men deb shirsan. Dadanglarning o'g'li endi buningdan keyin biz bilan birga turdi. To'xta. Nima? O biz uyga kelib yotamdiki? O biz uyga? Nimishqa? Nimishqa? U bola dadanglarning o'g'li dadanglar bilan birga turishni tanlab oldi. Shu o'xshidan endi mana.听说热医生和鞠医生离婚了。对呀，怎么就离婚了呢？不知道，我也才听说，他们俩关系不是挺好的吗？是呀，怎么可能呀？Vay, men kelgandim, vaqtingiz bo'lsa pastga tushamiz. Ma'qul. Bak jugrab ketibsiz-ku. Yurganmidim. Tezroq menib chiqdim. Bak saqlab ketmagansiz. Yo'q. Buni elim qiyintamga oldim. Tug'ilgan kun kelib qoldi. Bilib turib, uqmas qilsam toza bo'lmagandek. Bak tuz bitsiz. Voy bu danglik markan-ku. Sizni chiqimdor qilib. Odatda girim bo'yim elishim ko'zingiz qiymaydi.
Bek avar bo'psiz. Men qiyndan qiynapamga bekçak ko'ngil qarsim bor. Ballarni davomliq akab bermem. Ular men uchun bekçak avar bo'ldi. Boshqa ishmi yo'q. Bo'ldi, kirib keting, men qaytay. Eliqi. Bo'ldi, ish yo'q, ketavering. Bo'ldi, ketaver. Voy aka kirdingmi? Sir chiqibsa? Mana Adila dadamga g'ash ketdi-ku. O yengemmi? Ha. Yüreğim ve işçi çıralıkken bunun sırada yengemden közüm olduğunu yürüdüm. Yana bir ish. Biz ular bilan o'ptaroq paranlashib boqayli. Men bu ishkilinib qolgan. Ocham nima o'ylayotgandi? Bunda qilaylik. Sen Rana bilan paranlashib boq. Men Jurat bilan paranlashib boqay. Ular o'ptaroq o'ylashib boqsin. Endi bak cho'ng roli bo'lmasimi? Lekin bir gap boqayli. Oxirda bo'lsin, bir sinab boqayli. Ma'qul aka, sinab boqaylik. Unda qolsa, sen ishingni tugatiblar, Ranani izlagin. Bugun mening 100 to'rani imtihonim botdi. Imtihonni berib bo'plam, men Juratni izlayman. Bo'lamda? Ma'qul aka. Ha, ma'qulamsiz, ha? Ma'qul, men yemadim aka. Ha, yo'l diqqat qilamsiz, ha? Ma'qul aka. Kaptan neylağa? Neylağa? Hocam alayım. Çüştü koymagandı mı? Tuyuksuz çakadı. Yaqay. Lekin kechiring Qaysar aka. Men sizni qirg'ida yuzimmi, qonmidi? Ben başta bilgende neyim deyishimni bilolmay qoldim. Shuncha cho'ngishni bizni yushirib yuribsizlar. Undaqmi emas, shu Men sizning qandayligingizni bilaman. Bugun do'stlardek paranlashib boqayli. Aranglar faqat mumkinchilik qolmadimi? undaqmi emas. Lekin shu Men bilaman. Uning bilan birga yashash ancha oson emas. U bak qusurchi, og'zi bak ishlik. Uning bilan shuncha yil birga yashayotganim o'zim bir cho'ng ish. undaqmi demang Qaysar aka, u menga izchil yo'l qo'yib kelyapti. Gerçi onun her xil mijoz bo'lsa-mu, ko'ngilda yomonlik yo'q. Shu. Aranglar rasmini faqat mumkinchilik yo'qmi? Men oilamiz bo'yicha tunji ajrashib ketgan. Hatta ajrashib ketgan vaqtidami, anarxi minutgacha o'yin tutib qilishni o'ylagan. Tig'i burunqi ayolimdan yana menga bir qitib fursat berishni o'tingan. Men nimani xato qildim? Men hech nimani xato qilmadim-ku. To'g'ri Qaysar aka, siz xato qilmadingiz. Ha, ala unda olsa. Ha, ala. Ha, ala fuka. Siz bilan? Ha. Bu oilaning ishlari bog'i. Unda bir qiz gap bilan tushuntirib bo'lolmaydi. Bu qanday deymiz edi? Kishi o'zini tutib olmasa bu oila buzildi degan gapga emasmi? Men qarab, men nima bo'ldim hozir? Shunchalik qilib tursammi, faqat tushunmadi-ku. Shuncha yoldirdim bo'lmasa. Hech yo'q Qaysar aka, voy endi. Adab turib, shilab turib, ularga ma'qul deb hamsak shu. Chatoq chiqdi. Axir ko'mas mana bir kiyimlar qilib qoldim, bir so'mka bilan qilib qoldim mana. Qanaqa qilmasam, bo'pti deb turaylik. O'ylsam achig'im keladi. Ala, issiqdi ya.
Aca. Akam işkelen ajrashib ketganingni bilib bo'ldim.